Ayol, sen butun olamga, odamiy zotga, Tangrimning betakror inoyati, tabiatning eng inja mo'jizasisan. Senga hayotda juda ko'p beqiyos ta'riflar berilmish, lekin sening bardoshing, sening saboting, sening mehru muhabbating, sening sadoqating oldida har qancha maqtovlar bo'lmasin, bari kamdek go'yo. Ta'rifing bitmoqqa shoirlar so'z izlagay, hofizlar kuy. Ey tongni uyg'otguvchi, quyoshni tabassumla kutib olguvchi o'zbek ayoli, sening qiyosing bormi aslida? Bosgan izlaridan bo'stonlar unguvchi, so'zi yo'q ko'zlaridan mehr to'kilguvchi bir pillakor ayol yashaydi. Oylarxon opa Omonova bir necha yildirki pilla qurta boqadi. Davlatimizga ziyodi bilan kumush tola topshiradi. Fidokorona mehnati bilan tanilgan, el olqishiga sazovor bo'lgan bu ayol pilla qurta boqishning hadisini olgan. U har yili pilla qurta parvarishlab, sifatli, tabiiy toza ipak tolalari yetishtiradi. Mehnat qilgan, elda aziz deganlaridek Oylarxon opa O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi ko'krak nishoni, O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga binoan shuhrat medali bilan taqdirlangan. Fidoyi mehnatidan shuhrat topgan Oylarxon opaning nafaqat tumanimizda, balki viloyatimizda ham obro' e'tibori, hurmat-u izzati bor. Vodiy gavhari, go'zal Farg'onamiz asli mehnatsevar, halol, oqila ayollar maskani. Bu go'shada dovrug'i mamlakatga taralgan, el og'ziga tushgan, mehnatni umrning ziynatiga aylantirgan ayollar juda ko'p. Mohir pillakash, suyagi mehnatda qotgan, mahoratli Oylarxon opa barchaga birdek namuna bo'la oladigan Farg'ona ayoli.